Hermes brendining zakaz urgunimcha o'rtoqlar katta korobkada kirib kelardi. Lekin atayin zakazsiz mana shunaqa kichkina korobkada urdirdim. Kupedagi, lyuks kupedagi. Примерно mana bunaqa katta korobkada kirib keladi. Ko'rasizlar, buni farqini qaranglar-da. Endi mana buni farqini qaranglar. Lekin ichida kelasini bir xil narsa bor. Bir xil lyuks kupedagi oyoq kiyimimiz o'rtoqlar. Qaranglar, ichamgina shunaqa zo'r chiqqan. Xullas, buni kirib kelishini примерно hisobladim, kargo pullari bilan u yoq bu yoq hisoblaganimda 280 250 mingga sotaman deb o'ylagandim. Chunki premium kачестволарni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'sha qimmat sotilayotgan oyoq kiyim. Men korobkasini hisobiga razitsa qilib, kargolari arzon kirib kelgani hisobiga sizlarga yana ham skidka qilib berdim o'rtoqlar. 99 ming so'mga mana shu Hermes brendining oyoq kiyimlarini tushirib yubordim. Mana shunaqa upakovka korobkalarda olib ketaverasizlar. Aynan o'sha firmaga zakaz qildimda, korobkasini kichkinaroq qilib, ixchamroq qilib beringlar deb o'zimiz uchun olib keltirib qo'ydim. 99 mingga mana shu hamma modellardan olib ketsanglar bo'ladi. Kelinglar, sizlar bilan ranglarni bitta ko'ramiz. Men bu rangi o'zi brendovый rang, hadavoy ketaveradigan rangi. Wow, endi bunisiga o'zi Hermes shundoq bildirib turadi. Orqalari ham mana, oldilari ham hamma yog'iga alohida e'tibor bilan qarasanglar bo'ladi va oppog'idan ham urdirib qo'yganmiz va bu yoqda qora rangi va bu yerda bejviy rangidan 99 ming so'mga mana shularni skidka qilib tushirib yubordim. Skidka bo'lsin, sizlarga bo'lsin dedim-da o'rtoqlar. Mana shularga hammasi 99 ming tushirib, sizlarga sirasi chiqarib yubordim. Ha, aytgancha bu skidkamiz Andijon filialimizda ham bor va 12 ta viloyatga dastavka xizmatlarimiz ishlaydi. Yana bitta narsani aytib qo'yaman, biz sizlarga kommentariyada zakaz olinglar deb yozmaymiz. Zakazlarimiz Telegram orqali qabul bo'ladi va hech kim bizda adminlarimiz Instagramda ishlamaydi. Telegram orqali zakaz berasizlar, Telegramdan mashlarni 12 ta viloyatga chiqazib beramiz. Nomerlarni pastda qoldiraman, shoshinglar.